وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسولنا محمد والرحمة والمغفرة على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik mümin Müslüman kırındaşlar. Sizler bir devlet reisininki mundaq bir ilanını anlığanmı? Devlet tevasidiki her qandaq bir puhra, o puhra qandaq bir puhra buluştan qati nazar, özünün şu reistin tileydiğen her qandaq bir ihtiyacı, talebi bolsa, belgilengen vaqti berip, özünün ismini tizimlasun deb ilan çıqırılıptı. Bu ilanı anlığanmı? Tizimlaş başlandı. Vakit yetip geldi. Siz isminizni tizimlattınız mı? Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselamga ilan qilishni buyruq qildi. İbrahim aleyhisselam bütün insaniyetni hajga chaqirdi. Şunun bilan İbrahim aleyhisselamның avazıga avaz qo'shgan mu'min, musulman insonlar dunyoning barliq atroflaridan dengiz orqali, quruqliq orqali, havo orqali ba'zanlar minib, ba'zanlar uchib degandek bu İbrahim aleyhisselamның ovoziga ovoz qo'shib dunyo oxiratning baxt saodatini qo'lga keltirdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şundaq deydi. Allah yolunda el-gazi fi sabilillah vel-hac vel-mu'tamir fi sabilillah da'ahum fe'ecabahum fe'a'tahum. Allah yolunda cihat qıqallar, Allah rizalığını ketip ağallar. Allah yolunda hac ömür qıqallar, Allah rizalığını izlep ketip ağallar. Ular dua qilsa, Allah'dan tilisa, Allah ularının tiligini beridu, duasını icabet kılıdı deydi. Yani bu hadis-i şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cini bilen, meli bilen, cihat çıkan kişi bilen Allah rizalığını izlep hac ömür kılan kişilerini bir dereceye tizip atıdı kardeşler.
Yana bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: bu haj qilgan odamlar deydi, Allah subhanahu va taolaning aziz mehmonlaridir deydi. Demak, haj qilgan insonlar Allah suydigan insonlar. Allah subhanahu va taolo sizni bir hajga muyassar qilsa, demak Allah subhanahu va taolo sizni necha millionlagan insonlarning orasidan tanlab oldi. Sizni o'z uyiga mehmondorchilikka chaqadi. Siz o'zingiz uyingizga mehmonga chaqasangiz, qanday odamni mehmonga chaqirsiz? Albatta, o'zingiz azizlaydigan, o'zingiz hurmatlaydigan, o'zingiz yaxshi ko'radigan odamlarni uyingizga chaqirsiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo sizni necha million insonlarning orasidan tanlab, sizni hajga muyassar qilgan ekan. Demak, Alloh subhanahu va taolo sizni so'ydi, sizni yaxshi ko'rdi, sizni tanlab oldi deganlik bo'ladi. Bunun qarta siz qanday javob qaytarmoqchi? Allohning bu izhor qilgan sevgisiga qanday inkas qaytarmoqchi? Hatta siz mush haj qilish jarayonida bira pishkanlik uchrab, Alloh barliq hojilarimiz o'z panohida saqlasin. Hojilarni saq salomat berib, saq salomat oilasiga qaytib kelganini qilsin. Navoda bir pishkanlik uchrab qolsangiz, sizga Alloh subhanahu va taolo ta qiyomat kunigacha bo'lgan hajining savobini berdi. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunda deydi: "Man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul hajji ila yawmil qiyamah." Kimki hajni niyat qilib uydan chiqqan bo'lsa va shu jarayonda vafot bo'lib ketgan bo'lsa, bu odamga ta qiyomatgachilik bo'lgan hajning ajr savob berildi deydi. Nima uchun qarindoshlar? Bu haj ibodatining Allohning dargohida nihoyat ulug' ibodat ekanligini bildirdi. Endi bir inson haj qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, shu insonga qachondan tatib ajr savoblar yoziladi. Biz nima deb Minoga chiqamiz? Nima uchun Arafatda kunduz o'ltiramiz, kechasi Muzdalifada qo'namiz? Beshimizni tushirsak, ihrom kiysak, Ka'baning atrofini aylansak, nimaga erishimiz? Shaytonga tash atsak, bizga qanday ajrlar bor? Ka'baning atrofida aylansak, Safa Marva qilsak, buning islomdagi o'rni nima? Hajninki rad tartibining mushundaq urilishida Alloh subhanahu va taolo haj tartibini ma'lum tartib, ma'lum qonun bilan qildi. Mushning siri nima? Va buningdan boshqa hajga aloqador nurg'un sir hikmatlarni biz huzuringizga sunmoqchi. Mana bu unutilmas safar haqida sizlar bilan ham fikr, ham suhbat bo'lmoqchi qarindoshlar. Men endi mushu haj mavsumi yaqinlashdi. Nurg'unlagan dunyoning har qaysi joylaridagi mu'min musulmonlarning qalbi bu kunga, bu muqaddas joyga talpinyotdi qarindoshlar. Yuraklar suqyotdi. Qalblarda orzu, armonlar va shu joyga bo'lgan muhabbat, ishtiyoqlar urg'iyotdi. Vaqt nihoyatda yaqinlashdi. Bu hajga berib baxmaganlar, berishni arzu qilsa, bag'allar qayta takror berishga intilyotdi. Men mushu 20 yil jarayonida nurg'un shaharlarga bordim, sayohat qildim.
lekin hajning boshqacha ta'mi bor. Bu haj safarining o'zgacha ta'mi bor. Haj safariga bo'libmi birinchi qatimliq hajga hech narsani tanqidlanmaydi. Bu hajning haybati, bu hajda paydo bo'lgan tuyg'u, hissiyot, bu hajdagi ko'rinishlarga hech nimani tanqid bo'lmaydi. Biz Ka'bani ko'rganda Arafatda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan million insonlar birlikka kelgan mu'minlarningki shu kundagi ibodatni ado qilish uchun birlikka kelgan kiyim ihrom bilan tug'an bu manzilni ko'rib odamning qalbi lazzat kelmay turmaydi qarindoshlar. Ajoyib bir ko'rinish. Odamga har xil tuyg'ularni beradi. Bir qarasak bu musulmonlarning naqadar uyushqoq, naqadar ittifoqligini ko'rsatsa, yana bir tarafdan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 2378 oyat bilan bayon qilgan qiyomatning kichik bir ko'rinishini ko'z oldimizga keladi. Ajoyib bir ko'rinish, ajoyib bir tuyg'ular, ajoyib Allohga bo'lgan bir seg'inish. Mana bu kunlarga har bir musulmonning qalbi talpinadi. To'g'ri, biz namoz o'qiganda, juma o'qiganda, ro'z tutganda va boshqa ijtimoiy ibodatlarda musulmonlarning bir ittifoq, bir gavda ekanligini ko'ramiz. Ammo hajda bo'lsa, alohida bu ittifoqlik, bu birlik, bu musulmonlar o'rtasidagi bog'lanish, muhabbat boshqacha gavdalandi. Ajoyib bir gavdalanish. Her bir musulmon, hem bir musulmonga xushallik bilan, tabassum chiroylar bilan qarayotgan. Bir musulmonning bir musulmonga chaponning pesh tegib ketib qolsa, quchoqlashib, kechirim so'rashib, tillarni bilmasimi, harakatlar bilan, ishoratlar bilan ifoda qilib, ajoyib bir manzillarni ko'ramiz. Mana bu hajning mushundoq ulug' bo'lishi, mushundoq hajdagi ibodatlardan, faoliyatlardan namoyon bo'lib turadi. Ajoyib bir ko'rinish. O'xshamagan tildagi, o'xshamagan millat, o'xshamagan urf-odat, o'xshamagan davlat, o'xshamagan irq. Mushadan kelgan dunyodagi barcha millatdan hech qanday bir millat buningdan mustasno emas. Mana bu bir joyga jam bo'ladi. Bir kunda jam bo'ladi. Bir vaqtda shu millionlagan insonlar o'xshash bir faoliyatni qildi. Lekin shundoq ratlik, shundoq bir-birisi kuyingan, shundoq muhabbat bilan ajoyib bir dengiz kabi, dengizdagi to'lqinlar kabi, ammo shundoq tinish, shundoq xotirjam bir ko'rinishda bu faoliyatni olib bordi. Siz bu kunda tarixda faqat shu haramdil ko'rinadigan bir xalqaroliq cho'ng ajoyib bir yig'ilishni ko'ra olasiz. Bu faqat musulmonlarda bo'ladi. Har bir inson o'zi pul g'ashlab, o'zi chiqim qilib, ajoyib tusalg'ulardan halqib o'tib, bu tusalg'ularni o'zining qon tari kelgan iqtisodlar bilan yo'q qilib, mana bu yerga keladi. Dunyoda ikkinchi bu ko'rinish boshqa joyda tepilmaydi. Kiyimlari pok, gunohlardan pok, pokiz bir joyga, mushundoq muqaddas eng ulug' bir kunlarda necha millionlagan insonlar Mina, Arafatlarga jam bo'ladi. Dunyodagi siyosatshunoslar, dunyodagi davlatlar, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotining birdan bir nishoni, butun dunyo insonlarining maqsadi dunyoda tinch, aman, xotirjam bir jamiyatni, bir davlatni yoki bir insonlar birligini dunyoga keltirishni orzu qiladi. Agar bular orzu qilgan, hatto mush kungacha, mush daqiqalargacha aminlashmagan bir xotirjamlik,
qarindoshlik, o'zaro muhabbat mujassamlashgan, gavdalangan bir dunyodagi eng cho'ng insonlarning yig'ilish bo'lgan bir ko'rinishni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu arfatlarga, mana bu minalarga kirsangiz, shu yerda hozir bo'lsangiz, mana bu ko'rinishni ko'ra olasiz. Ajoyib xotirjamlik, ajoyib tinchlik. Hamma insonlar bir-biriga aziyat bermagan, aziyat berib qasim kechirim so'rayotgan, insonlarning eng pok, eng sog'lom, eng yaxshi bir muhitda, bir xil ruhiy holatda yashayotgan ko'rinishi mana bu haj kunlarida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu islom dinidek ajoyib cho'ng ulug' bir gigant dinning hajini shu dinning bir turk qilishi bu bir tasodifilik emas qarindoshlar. Men mush haj jarayonida mushu hajimlarning qilayotgan ishiga qarayman. Agar buningga mushundaqlam qarasangiz, bu hojilar jiroqlardan kelib, tog'larda turib, toshning ustida turib, toshni terib, toshni toshga etayotgan, toshning atrofida aylanayotgan, ikki tosh tog'dan, ya'ni tog'dan iborat, ikki toshning orasida aylanayotgan, siz bu ko'rinishni ko'rasiz. Ammo bu hajning sir hikmat, buning ostiga cho'ksangiz, bu ajoyib bir sirliq, hikmatlik, ajoyib iymon islomga to'lgan, islomning butun nishon maqsadlarini o'zida mujassamlashtirgan ajoyib bir ulug' ibodatlarni ko'ralaysiz. Mana bu darsimizda biz sizlarga mushu tushuncha, mushu ko'rinish, mush biz demoqchi bo'lgan bu ibodatning ulug'ligini gavdalantirib turadigan masalalarni ustozlarimizning bizga o'rgatgani bo'yicha va bizning materiallardan foydalanib turib, tushunchamiz bo'yicha haqqasinglarningki huzuriga sunamiz qarindoshlar. Bu haj ajoyib bir ulug' ibodat. Bu ibodatga hech qanday bir ibodat to'g'ri kelmaydi. Islom 5 prinsip ustiga qurilgan deymiz. Shahodat etmoq, namoz o'qimoq, ro'za tutmoq, zakot bermak, haj qilmoq deymiz. Lekin bu hajning ulug'ligi shu yerdaki, bu haj o'zida shahodatdan iborat tavhidni, namozdan iborat ibodatni, ro'zdan iborat bu ibodatni, hajdan iborat bu iqtisodiy ibodatni o'zida mujassamlashtirgan. Kabe'ning atrofida tavob qilish bo'lsa, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu tavobni namoz degan. Endi shahodat kalimasidan iborat tavhid bo'lsa, butun haj ihrom boshlagandan tortib ta faoliyat tugaguncha hammasi tavhid. Labbayk Allohumma labbayk tavhidning javhari qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning qilgan duolari, so'zlagan nutqlari hammasi tavhiddan iborat. Ramazon desak, hammamiz bilamiz, Zulhajning 1-kundan tortib 9-kungacha ro'za tutish islomdagi eng afzal amallarning qatoridan sanaldi. Zakot desak, bu zakot iqtisodiy bir ibodat. Haj bo'lsa ham iqtisodiy, ham jismoniy ibodat. Demek bu haj aşındaq özüde ajoyib ulug' var, ajoyib prinsipal islom dinidagi büyük ibadetlerini o'ziga mujassamlashtirgan mushundaq bir ulug' ibodat. Shuningga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi hadis sharifda. ما من ملب يلبي إلا لبى معه ديد من يمينه وعن يمينه وعن شمائله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا ومن هنا. هجدا
bir mu'min musulmon bir haj labbayk Allahumma labbayk deb mushundaq talbiyalam etadikan, shu talbiya etgan urullardaki mayli tosh bo'lsin, mayli daraxt bo'lsin, mayli loy tuproq bo'lsin, hammasi talbiya etadi. Aşsınız küzün aşında şagvağıçılık, şagvağıçılık deb Rasulullah aş avazımız yetkiçilik boğan sorullarını urullardaki taş, daraxt, tuproqlardan tatip talbiya etadiganligini degan qarindoshlar. Biz bu manzilni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam taş talbiya etadi, daraxtlar talbiya etadi dedimi? Chuqum etadi. Biz şundaq bir ko'rinishni tasavvur qilib turib, Rasulullohga bo'lgan iymonimiz bilan shundaq bir talbiya etib baqaylik, tasavvur qilib baqaylik qarindoshlar. Biz labbayk Allohumma labbayk degan chaqda tog'lar talbiya etayotgan, daraxtlar talbiya etayotgan, tuproqlar labbayk deyotgan bir ko'rishni ko'raylik. Makkaning tog'lari lazziga kelgan. Bütün Mina, Arafat, haramlar lazziga kelgan, hammasi birdek. İnsanlar, o'simliklar, taşlar, cansızlar, canlıqlar hammasi labbayk Allohumma labbayk deyotgan bir ko'rinishni tasavvur qilib baqaylik. Qandoq yurakkan u titirmaydigan, qandoq qalbkan u erimaydigan. Mana biz deyotgan unutilmas safar mana bu hajdan iborat qarindoshlar. Ya Allah, biz tasavvur qilaylik. Qur'oni Karimda qarindoshlar, biz namozimizda davomli o'qiydigan 10 sura var. Şu suranınki birincisi Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ey Muhammed, ya ki muş ayetini anlavatkan barlık insanlar. Sizler Rabbinla Teala'nın fil igillerini, kandak kalıkını kömüdünler mı deydi. Bu sureni siz mi okuyusunuz, ben mi okuyayım, o mu okuydu? Okuğa vaxtıda nem dep okuyumuz? Alam kömüdün mu degen ayetini okuyumuz. Emdi bu Kur'an'ı o'qishning aqalli bir qoidasi Qur'onda sen deb ikkinchi shaxsga xitob qilingan chaqda chuqum Alloh jalla jaloluhu meni xitob qilyotidi deb shu tuyg'u bilan o'qimasangiz siz Qur'on o'qimadingiz. Siz yodilgan bo'lsangizmi, har qanday chiroyli ovozlar bilan o'qigan bo'lsangizmi, Qur'oni Karimda ey musulmonlar yoki sen yoki sizlar degan vaqtida shunun qatorida Alloh jalla jaloluhu mendak baqi haqir bandiga xitob qilyotidi. Rabbim taolo nima deb qulog'ingizni din qilmaydi ekansiz, siz Qur'on o'qimadingiz. Undaq bo'lgan ekan Alloh subhanahu va taolo bu yerda shunda dedi, sen ko'midingmi deydi. Men Xudo haqida, Alloh haqida o'tinib qilay qarindoshlar. Qaysimiz shu pil vaqaligini ko'rdik? Hech qaysimiz ko'rmadik. Rasululloh ko'rdimi? Rasululloh mi ko'rmadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo nim deb ko'rmadimi deb bizga xitob qildi. Degini men sizlarga bir vaqalikni xabar qildi ekanman, sizlarga deb berdi ekanman, sizlar xuddi ko'rgandek holatda iymon etishinglar kerak deb mushu ko'rgandek iymon etishimiz uchun bizni ogohlantirib ko'rmadingmi deydi. Amma nima deb bu gapni qilma degan chaqda Rasululloh mishad deydi. Bir haj shundoq ash labbayk desa, tog'lar, osmonlar hammasi labbayk deydi davatida qarindoshlar. Mushni bir tasavvur qilaylik. Ey, mushunda atrofimizda ash necha ming tosh, necha ming daraxt, ash tuproq labbayk desa, ya Allah, bu yurak qandoqmi bir lazzat kelmay turalsan qarindoshlar. Mana mushunda qilib biz qadam biz sizlarga mush hajlarning sir asrorlarini tunishtirmoqchi. Men mush haj qilish jarayonida
Ülümalarımızın bazı talibil ilmiləninki, vay hacım onu qıpsan, san qan keptu. Vay onu qıpsan, bunu qımapsan, arallıqsa vay son qoy keptu, u keptu deb bu təşviqatlarını qığa vaxtıda. Ya ki bu hac jarayonida hacning faqat fiqhi hükümlerini, bu hacning shakli ishlariga ko'ngil bilib, shuni tashviq qilib, bu hajdagi sir asrorlarni, hikmatlarni, bu hajdan Alloh zodi bizdan nimani iroda qiladi? Ey men dedim qarindoshlar, bu islom dini ajoyib bir giganitdin. Islom dini bir musulmonning o'zining atrofidagi insonlar bilan bo'lgan aloqasini qonunlashtirib turadi. Sen devlet bilan bo'lgan aloqa, xalqaro qonun va bu din ajoyib giganit bir madaniyat, ajoyib bir ulug' din, ajoyib kengri, ajoyib cho'ng bir din. Shu dinda bu hajning 5 turukning bir turuk bo'lalishi bu bizni o'ylantirish kerak qarindoshlar. Voy haj qilishga insonlar uchun bir hafta vaqt ketmaydi qarindoshlar. 4 kun. Naitiga hozirgi bir 20 ming koy, 15 ming koy, 30 ming koy xashlaysa, voy mush haj zodi bu 4 kunlik faoliyat bilan zodi nimani maqsad qiladi? Buni chuqur bilishimiz kerak qarindoshlar. Mayli siz bu yil Alloh subhanahu va taolo sizni haj qilishga muyassar qilgan inson bo'ling. Yoki muyassar qilmagan bo'lsa, men Alloh subhanahu va taolodan chin qalbimdan tilayman sizni pat fursatda muyassar qilsin. Lekin bu hajning hikmatlarini, bu Alloh subhanahu va taolo sizga nasib qilgan bu diniy ibodatning sir asrori hikmatlarini tushunmay turib qilsangiz, bu faqat siz nisbatan bir sayohatdan iborat. Shuning uchun men qarindoshlarimdan ekronga diqqat bilan qarab, quloqlarini bizga samimiylik bilan oriyat berib, bu hajdan iborat bu ulug' ibodatningki cho'nqur yerlarini qizib, hadis, Qur'onning ruhi bo'yicha bir tushunib qilishni Alloh subhanahu va taoladan tilayman. Agar buning hikmatlarini bilmoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Allah, Allahu 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 Allah.